Viloyatimizda qishloq xo'jaligi ekinlarini zararkunandalardan himoya qilish hamda ekologik toza mahsulot yetishtirishni ta'minlash maqsadida bugungi kunda 70 ta biolaboratoriya faoliyat yuritmoqda. Ushbu biolaboratoriyalarda paxta, g'alla, bog'dorchilik va sabzavot, poliz ekinlari, shuningdek, aholi tomorqalarida uchraydigan asosiy zararkunandalarga qarshi qo'llaniladigan biologik vositalar yetishtirilmoqda. Hozirgi lavhamizda xuddi shu mavzuda so'z boradi. Jumladan biolaboratoriyalarda oltin ko'z, brakan, trixogramma kabi foydali entomofaglar ko'paytirilib, fermer xo'jaliklari, klasterlar, dehqon xo'jaliklari hamda aholi tomorqalariga yetkazib berilmoqda. Mazkur biomahsulotlar zararkunandalarga qarshi samarali biologik kurash olib borishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ular zararli hasharotlarning tuxumi, qurti va boshqa rivojlanish bosqichlarini tabiiy yo'l bilan yo'q qilib, ekinlarni himoya qiladi. Biomahsulotlardan foydalanishning asosiy afzalliklari shundaki, ular inson salomatligi, hayvonot va atrof muhit uchun mutlaqo xavfsiz hisoblanadi. Qarshi tumanidagi Cho'ylota hududida joylashgan biolaboratoriyada shu kun talabi asosida ish olib borilyapti. Men shu laboratoriyada 28 yildan beri ishlab kelyapman. Tajribam yaxshi. Har kuni dalillarni nazorat ishlarini o'tkazib boryapmiz. Men shu Qarshi tumanidagi 6 ta hududga xizmat ko'rsatamiz. 3 ta fermer bizni bilan shartnoma qilgan. Bularni har kuni dalillarini nazorat ishlarini o'tkazib, biomahsulotni yetkazib berib kelyapmiz. Laboratoriyada 10 ta xodim ishchilar ishlab kelmoqda. Bular 4 tasi doimiy ishchi, 6 tasi mavsumiy. Ular dalada biomahsulotni yetkazib, o'zalariga tarqatib berib, nazorat ishlarini olib boryapti. Bugungi kunda biolaboratoriyalar faoliyatini yanada rivojlantirish, ularning moddiy texnika bazasini mustahkamlash hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali biomahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa qishloq xo'jaligi ekinlarini sifatli himoya qilish, hosildorlikni oshirish va fermerlar xarajatlarini kamaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Trixogrammani mana shu bankaga, garmoshkaga har kuniga 300 bankadan fermerlarga chiqaramiz. Tayyor trixogramma, o'zimiz tayyorlaymiz buni. Ekologiyani buzmaydi, odamga zarar bermaydi. Paxtani dala sharoitiga ham o'z-o'zidan ko'payadi. Balandlikda uchishi 7 metr, 11 metrgacha uchib, paxtani qurtini urug'ini zararlaydi. Jarayonda o'simliklar karantini va himoyasi sohasi mutaxassislari, fitosanitar nazorat inspektorlari tomonidan biolaboratoriyalar va fermer xo'jaliklari bilan yaqin hamkorlikda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Mutaxassislar ekin maydonlarida doimiy fitosanitar monitoring o'tkazib, zararkunandalarning tarqalish darajasini aniqlaydi. Biologik kurash choralarini o'z vaqtida tashkil etish yuzasidan tavsiyalar beradi. Shuningdek, biomahsulotlarni qo'llash muddati, me'yori va texnologiyasi bo'yicha amaliy ko'mak ko'rsatilmoqda. Bu dalillarda trixogramma bilan birgalikda oltin ko'z biomahsulotlari bilan ham ishlab olib boryapmiz. Mana shu kungacha trixogramma bilan 3 marta, oltin ko'z bilan 3 marta har 10-12 kunda ishlab olib boryapmiz. Bu dalillarda mana o'zlarining rivojlanishi juda yaxshi. 1 gram urug'da 80 ming donagacha trixogrammani kapalaklari bor. Bu juda keng tarqaladi. Bir kapalak 7-8 metrgacha uchib, o'sha atrofdagi ko'sak qurtining kapalaklarini, urug'ini hidini sezib, nobud qiladi. Viloyatimizda biologik himoya tizimini keng joriy etish orqali qishloq xo'jaligida ekologik xavfsizlikni ta'minlash, aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish va atrof muhitni muhofaza qilish borasida muhim natijalarga erishilyapti. Biolaboratoriyalar faoliyatini yanada rivojlantirish esa agrar sohada zamonaviy, samarali va barqaror ishlab chiqarish tizimini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.